Homiladorligim uchun changlarga sezuvchanligim oshgan. Shu sababli xo'jayinimga ilojini qilarsiz Roboclean pылесосidan olib keling deb yozib yubordim SMS. O'sha kuni kechqurun qani ishlatib ko'rchi deb olib kelibdilar, baraka topsinlar. Sitrus hidlarni yaxshi ko'rganim uchun birinchi bo'lib orange aromatizatoridan 2 tomchi sovardim. Bismillah deb ishlatishga tushdim. Aynan shu gilamimizni ximichiskaga bermasdan olib qo'ygandik. Toza suvga yig'ilgan buncha kirni ko'rib, to'g'risi mazam qochib qoldi. 6 santimetrdan uzun bo'lgan sochlarini shu nasatkasiga yig'arkan. Yumshoq mebellarni tozalashga mo'ljallangan nasatkani chaqaloqni matrasiga ishlatdim. Roboclean pылесосini yana bir katta qulayligi, pulverizatorga antibakterial suyuqlikni quyib, havoni tozalashingiz mumkin. Ayniqsa qish mavsumi kelyapti, gripp, shamollash ko'payadi, ana o'shanda ish beradi. Ayniqsa yosh bolali xonadonlarga maslahat beraman. Instruksiyasini varolab, moyish nasatkasi ham borligini ko'rdim. Keyin gilamimni shu dog'ini tozalab ko'rishga qaror qildim. Issiq suvni ichiga kukunsimon emas, suyuq parashok quyib yuvsiz, nasatka suvni yana ham yaxshi tortadi. Qarang, yana shuncha balchiq, yana shuncha kir chiqdi. Juda ham kerakli lifehack. Vakuum paket orqali o'yinchoq, yostiq, kiyimlarning bakteriyalarini o'ldirishingiz mumkin. Bu ko'p marta ishlatishga mo'ljallangan.